Mana maktab, shu yerda ekanda maktab, ha, mana. Detsat. Aka, o qirda uchidagi bayroq qanaqa bayroq u? Qandaydir bayroq qo'yishibdi tepaga. Ya, ha, 10-sinfda maktabni bitirganlar esdalikka qo'yishgan. Ha, yaxshi. Mana siz aka ham ko'p narsani bilar ekansiz. Shu yerda yashaysiz-da. Shu yerda yashayman. Ha, shu yerda. Mana adirlar chiroyli, ha, qarang. Naqsh so'ygandaqa Allohning mo'jizasi, aka. Nima deysiz? Qillarda ot yuribdi. Qirda, adirda uchiga daraxt, ha, daraxt chiqibdi, o tepada turibdi. Qanaqa daraxt ekan u? Nima? Toshga chiqqanda toshda daraxt o'syapti. Qarang, o tepada, ha, ko'rindi. U qanday daraxtligini bilmaysizmi? Endi qandaydir bir daraxt, mevalimi, mevasizmi? Ha, ana, o toshda o'sib turibdi. Bu ham bir Allohning mo'jizasi. Bu toshda daraxt o'syapti. Endi hozir mashinadan olyapmiz. Alohida bir tushib syomka qilganimiz yo'q. Nima? Oqqum, yonda peto. Ha. Oqqum, ha, yana oqqum chiqadigan joylarga kelyapmiz ekan. Suvoqqa ham ishlatsa bo'lar ekan u oqqumni. Bu ham bir tabiiy boylikda, ha. Bizda ham yer tagida bor. Sizlarda yo'qmi? Yo'q, bizda oqqum yo'q. Ha, mana shu yerda mana oqqum. Mana bu tomonda mana ko'r. Oqqum chiqqan joylar. Demak, suvoqqa, idish-tovoq, kosachini, lagan, keramikaga, yana plita, kafellar ishlab chiqarar ekan shu oqqumdan. Qirg'iziston tabiiy boyliklari. Laylak tumanimi bu yer? Laylak tumani. Mana bu yerda Takani haykali bor ekan. Yonida bitta uycha ham qo'yishibdi, mana Takani haykali. Tog'larda takalar ham. Echkichilik ham rivojlanganda Qirg'izistonda, to'g'rimi, aka? Mana bu akam 50 yildan o'tibdi taksi minganiga, taksi bilan shug'ullanganiga, shu qishloqda yashar ekan. Ismingizni aytib yuboring, aka. Yana Razzoq. Ismlari Razzoq ekan. Shu prezident Razzoqni havas qilib qo'ygan bo'lsa ajoyib emas, ha? Ota-onangiz. Taksiz tomoni aytishguncha, o'sha tepada Oltin beshik tog'i bor ekan. O'sha tog'dan suv shu qishloqlarga suv tushar ekan. Qorlar erib, suv kelar ekan shu qishloqlarga. Chimgen qishlog'idan chiqdik. Tog'ani aytishi bo'yicha juda sovuq suv deyapti. To'g'ri, eshiklar ham bor ekan bu yerda. Chimyon